Ziyoratga borib keldik, endi nima deysizlar? Qizil dengizni ko'rdim. Arablar sahrosini aylandim. Hammamizga nasib qilsin, sizga o'xshab yurish hoji aka. Rahmat. Hammaga nasib qilsin. Endi bu safimizni kengaytiraylik. Siz ham yuravermasdan safimizga qo'shiling. Boramiz. Pulingiz bo'lsa bor, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Hoji aka degan nom olasiz. Marhamat. Mana Ana osh ham keldi. Seni 3 oydan beri kvartira pulini to'lamayapsiz. Mendan xafa bo'lmang. Chiqarib yuborishga majburman. Haligi kecha choyxonadan kelganingizdan beri kayfiyatingiz yo'q edi. Yana erta tongdan pul so'rashingizni qarang. Gapirsangizchi? Hozir gapirsam xursand bo'lib ketasan-da. Umraga boramiz. Tayyorgarligingni ko'r. Nima dedingiz? To'lov qilib kelaman. Rostdanmi? Ketamiz. Endi meni hamma hoji ona deb chaqirishadi. Seni hoji ona, meni hoji aka deyishadi. Yaxshi. Kecha choyxonada Davron borib kelgan ekan. Rosa maqtandi. Men ham. O'sha soat bor-ku, soatni tepasidan qancha qimmat bo'lsa ham joy olaman. Voy, dadasi, Qizil dengiz bor-ku, o'sha Qizil dengizga ham borib maza qilib aylanib kelamiz. O'sha Qizil dengizi boriga boramiz. Aytaman, so'rayman. Qizil dengizi bormi? O'sha yoqqa boramiz, xo'pmi? Zo'r bo'lardi. Tushunmadim. Ha, singlim, yaxshimisan? Assalomu alaykum akajon. Kvartira pulini to'lashga ozroq qiynalib qoldim. Jiyaningiz bilan ko'chada qoldim. Iltimos, ozgina yordam berib turing. Singlim, men yaxshimisan? O'zi sal uzoqroqda edim. Ovozing yaxshi kelmayapti, ha? Alo. Iltimos, akajon. Bo'ldi, bir narsa qilib turgin, amallab turgin, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Alo. Eshityapsizmi, akajon? Alo. Shu singlingiz eridan ajrashgandan buyon sizga yuk bo'lib olgan. Nima, u eridan ajrashganiga biz aybdormizmi? Ha, endi qo'yaversang-chi. Bo'ldi endi, o'zi bir narsa qilib qo'yar. Xo'p, endi men borib pulni to'lab qo'yay-a? Xo'p, bo'pti. Faqat tezlashtiring dadasi, xo'p, zo'r bo'lardi. Rahmat. Xudoyim. Kim? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Uka, Azamat yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ota-o'g'li tinchmi? Qarab turibsanmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Bo'ladi, yaxshi. Xo'sh, xizmat nima gap? Bilasiz-ku aka, mazam yo'q. Doktorga borsam $3000 dedi aka. Nimani $3000 dedi? Operatsiyamga aka. Obbo. Doktorlar ham qiziq, ha? $3000, ha? $3000 kichkina pul emas-ku, uka. Xo'p deb chiqib ketaverdingmi? Men qara o'zi kasalmasdan-ku. Doktorlar pulingni jaraqlatib olsa bo'ldi ularga. Sal o'g'il bola bo'l, kasalmassan, bundoq qaddingni ko'tarib yur. Kasalmassan, kasalman desang kasal bo'lib yurasan. Ha, damlama, ish, u bu narsa ish, yaxshi bo'lib ketasan. Xo'pmi? Xo'p. Ha, bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti. Xo'p aka. Nochor qo'shni ahvoliga boqmas qiyo. Zarra qilgan amallari faqat riyo. O'zingizdan kimlarni yasab go'yo. Uzun tunni maqtab Bu deyman ukangiz ko'rinmaydi. To'g'ri. Mana shunaqada. Akasi umradan kelsa ham kelmaydi bular. Qorni to'qlar, qorni ochning g'amini yemas. Miskinlarga bizdan nima yordam demas. Makka tullo sizga Dubay, Parij emas. Bo'yingizni buncha baland bo'ylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Umra borib hoji bo'lib qolarmisiz? Iymon emas nafsga quloq solarmisiz? Tahoratni o'zi to'g'ri olarmisiz? Joningizni bunchalar ham qiynaltirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Hoji aka, mashinani kraskasi bor edi-yu.
aytib sotmadik-da. Menga qarab bu tirikchilik-ku. Qo'ysang-chi. Bor, yana mashina keladi. O'shalarga qaragin. Mana buni olib tur, ol. Xo'p, xo'p. Hoji aka, hoji ona deyishadi. Har kelganda ziyofatin yeyishadi. Kim kimligin lekin yaxshi bilishadi. Og'rimagan boshni buncha o'ylantirmang. Umrini ham sayohatga aylantirmang. Bu dunyoga bir kelib bir ketarman deb, hamma orzu o'ylarimga yetarman deb, to'y qilishdan hammadan ham o'tarman deb, o'g'lingizni Madinada uylantirmang. Umrini ham sayohatga aylantirmang. Pullaringiz shunchalik ko'p bo'lsa agar, miskinlarga ihson qiling imkon qadar. Umra sizga to'yxona emas har bir safar. Borib kelay deya suvni noylantirmang. Umrini ham sayohatga aylantirmang. Ha, hoji aka, senga ukang bilan singlingni omonat qoldirgan edim. Omonatlarimga xiyonat qilding. Oyi. Nimaga meni hoji aka deysiz, oyi? Oyijon. Oyi. Azamat. Azamat. Uka. Assalomu alaykum aka. Ukangiz olamdan o'tib qoldilar. Nima? Ertaga janozaga kelarsiz. Nima? Akangizdan hol ahvolini so'rdingizmi? Nochor uka yashashin bir ko'rdingizmi? Silay rahim qilmay hoji bo'ldingizmi? Ular qolib safarga yuk joylantirmang. Umrini ham sayohatga aylantirmang. Sizdan umid tilab turgan yarim ko'ngil, ijarada yashab yurar yolg'iz singil. Jigarlarni unutganda bugun butkul, odamman deb tilingizni so'ylantirmang. Umrini ham sayohatga aylantirmang. Bozorlarda yolg'onni suvday simirib, o'zgalarning haqqini qurtday kemirib, bugun to'lishibsizmi ancha semirib, nafsni deya iymon suvin loylantirmang. Umrini ham sayohatga aylantirmang. Ijtimoiy tarmoqda taqvodor bo'lib, qo'ygan suratlaringiz maqtovga to'lib, yuzda niqob bilan tirjayib kulib, shaytonni ham bir chekkada o'ylantirmang. Umrini ham sayohatga aylantirmang. Osh qachonga belgilaymiz, hoji aka? Elga ko'z-ko'z qilib pullarin sochib, ba'zilari uyalmas avratin ochib, qiyomatda qayoqqa ketasiz qochib, oyizman deb husningiz ko'p o'ylantirmang. Umrini ham sayohatga aylantirmang. Men hoji aka emasman. Men hoji aka emasman. Men o'zini o'ylagan xudbinman. Yo'q. Men hoji aka bo'lish uchun o'z jigarlaridan kechgan, o'zligini yo'qotgan marazman. Men ukam meni mana shu gumrohligimdan o'lib ketdi. Unaqa demang aka. Hamma narsani riyo uchun qilganman.
odamlar uchun qilganman. Hoji aka bo'lish uchun qilganman. Meni hoji aka demanglar. Men hoji aka emasman.